Salom do'stlar, sizlar bilan Muzaglov kanali. Bugun biz car parkingdagi ikkinchi videomizni olamiz. Xo'p, mana bu legendarniy Mercedes-Benz W124 mashinasi mana. O'sha legendarniy editda chiqqan, faqat rangi keramikali qildim. Rangini o'zgartirdim. Hammasini hozir boshidan aytib beraman. Nimaga bu mashinani tanlaganim, tortishlari. Xo'p. Birinchi bo'lib mashina haqida gapirib bersam, bu mashinamda olganimdan maqsadi bu CLS ukasi deb ataladi, chunki bu ham yaxshi tortadi CLSga o'xshab. Ya'ni qanaqa ma'noda CLS bilan buni birga bir drakda qo'ysam bo'ladi. M5 bu bilan birga bir drakda ham qo'ysam bo'ladi. BMW Mercedes tanlamay o'tirib bosa oladi mashina. Nomerini ham o'zim yasadim. Hozir endi ko'rsataman. Uni uzoqroq qilsam. Internet yaxshi ishlamayapti video olayotganimga. Mana. A712AA. Bu nomer o'zimdan chiqqan ideyam. Xo'p, endi mana qilitsiyaga o'tirsam. Keramika deyilsa kerak, men adashmasam. Buni qildirganim maqsadi oldini sal chiroyliroq turish maqsadida. Hozirgi M5 F90larda bo'ladi, boshqa bo'ladi. Keyin tuning qilganlarim haqida gapirib berayotgan bo'lsam, mana shu keramikadan boshlayman. Mana ko'rayotganinglardek chiroyli qanaqadir. Chiroy baxsh etayotdi. Keyin oldilar mana shunaqa car parking o'ynaydiganlar biladi. Hop, keyin diskasi menga 100 ko'ngami tushgan. Diskasi o'ziga yarashib turibdi. Oldinga olgan editda qilganimdek rang unga ham yarashadi. U rangni qayerda internetdanmi topganman. Endi bu yaxshiroq. Uni oldingi rangni ChatGPTdan topganman. Buni Color KPM dan rangini qidirib topganman. Yo'limdan chiqib, zo'rg'a izlab, boshqacha rang chiqib qolgan, o'shani kanalga kirganman, keyin mana shu chiqib kelgan. Buni rangini terib, mana shunaqa rang qo'yganman. Keramikaga ham tushadi, tonirovkalari ham chiroyli. Unda olib qarasa, mana. Yana bitta narsa, u rangi kodini car parking o'ynaydiganlar tashab qo'yaman. Anaqa mamaqa yoziladi, adashmasam bundoq qilib. Bu yerga harflar, sonlar teriladi, shunaqa qilib tashab qo'yaman. Video chiqishidan keyin. Hozir nomerim, orqa nomerim ko'rinmay qolgan, nimagadir bilmadim. Xo'p. Ichiga o'tiramiz. Ichida hech nima yo'q. O'sha salon. Mana. Rul bor. Ko'rinib turibdi, anaqa ham zo'r emas. Keyin ovozini hozir eshittirib ko'rsataman sizlarga. Soat bo'lishini. Mashina o'chirib qo'yamiz, birdaniga shovqin bo'lmasligi uchun. O'chdimi? Qarvo. Hop. Ovoz shuni. Driftlarni ko'rsatib beraman. Nimaga endi ovozini o'chirib qo'yaman? Chunki gapirayotganda ovozim yaxshi chiqmasligi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. iPhone mana shunaqa o'yin videosi bilasizlar, parod qilish bo'yicha nomerading. Endi mashinamni ko'rayotganinglardek. Xo'p. Buni rasmlarga tushirib qo'yamiz. Preview uchun ham bitta olib qo'yishimiz kerak. Bu istalik uchun. Hozirga o'tgan mamma qilib tursa ham bo'ladi. Undaroq qilamiz-da, oqmachasi kelib. Car parkingimda turamiz va dron bilan olamiz rasm. Car parking o'ynaydigan editorlar uchun qanaqadir
podarkalar car parkingda qo'yib beradimi, pul beramanmi, nimadirlar bo'lishi mumkin. U ham aktivligimiz ko'tarilsa like bossanglar. Hali bu o'yin bilan 10 ming, 20 mingta obunachilarga erishamiz, xudo xolisa. O'zbekistondan bu o'yinni o'ynab mashhur bo'lib ketgan birinchi odam biz bo'lamiz. Amerika, Ispaniya, любой davlat taniydigan bo'lib. Buning uchun sizlar aktivliginglar kerak. Rasmlarga tushirib qo'yamiz. Yana qayerdan olamiz? Faqat oldilardan diskalar bor Chingizdan. Aldayam bo'laman. Bo'ladi, yetadi. Xo'p. Endi mashina bilan bitta mashina haydaymiz. Ovozini o'chirib, chunki hali oxirida reklama qilsam kerak. Oxirida emas, video cho'zib yuborish niyatim yo'q. Xo'p. Keyingi video chiqadi, tungi KPM deganmi yoki night KPM, xullas har xil. Bundan keyingi maqsadim xudo xolasa juma kuniga Jiguli oldim, tuning qilib, uni ko'rsatmayman chunki qiziq qolmaydi. Taksi uchun tuning qildim, otkuchilar qo'shdim, boshqa narsalar qildim. Bo'lni o'sha taksisini cho'tki qildimda, uni obunachilarga $1 beraveraman. Car parking o'ynaydiganlar Telegram kanalimga qo'shilib qo'yishinglarni so'rayman. O'ng tarafinglarda chiqdi. Montajda qo'yarsam agar. Men o'ng tarafinglarda ko'p chiqib turibdi, shunga qo'shilib olasizlar. Keyin ID'im o'sha yerda yozaman. Obunachimiz 4 ta, 5 ta shunaqa. Hali biz ko'payib ketishimiz kerak Telegramda ham. Keyin har xil o'yinlar o'ynaymiz, shu bilan birga gaplashamiz. O'sha yerda $1 ga obunachilarimizga beraveramiz. Taksi qiladigan obunachimiz bo'lishi mumkin o'yinda. Yoki yangi kelgan obunachilarimiz uchun ham ancha yaxshi. Xursand bo'lishadi. Hop, rasmini ham qo'yib yuboraman, faqat xiraroq qilib qo'yaman. Chunki juma kunigacha qiziq qolmaydi. Keyin dushanba kuni xudo xolasa selli solaman. O'shani ham qo'yaman, videosini chiqadi uniki ham. Undan keyin tunga KPM qilsam kerak. Lekin maqsad bor qilish, obunachilarimiz bilan ham qilish mumkin uchun shu Telegramga просто tak qo'shilib qo'yasizlar. Video olamiz deyman. O'shanda chiqasizlar. Chiqishinglar mumkin. Har doim obunachilarga bu kimga 5 ming, 10 ming shunaqa beraman. O'yinni mana misol uchun bundoq kiraman. Ko'zim yoqqanman bu odam misol uchun. Bundoq kiraman. 10, 1, 2, 3 mana 10 ming. Beraman mana. Men bu odamga berdik, BBBga adashmasam. Tushmayapti cho'ta. Xullas mayli. Shunaqa qilib beraveramiz. Obunachilarimizga hozir beganaga bergan bo'lsa, endi o'zimiz obunachilarga beraveramiz. Bizga farqi yo'q, qizig'i ham yo'q pulli. Bu o'yin pulini beraveramiz. Poy o'ynaydiganlar bo'lsa ham shu Telegramga qo'shilib qo'yib yozsa bo'ladi. Videoda ham berishingiz mumkin kommentariyada. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr, video tugadi va mashinam bitta anaqasini ovozini eshitib ko'ringlar. Hammaga xayr. Oh